Assalomu alaykum. Biz hozir O'zbekiston tumani Pastqo'riq mahallasiga keldik. Bu yerda O'zbekiston tumanida yashab o'tgan Mahmud Hakim Yayfoniy hazratlarining maqbaralari, qabrlari joylashgan. Bu kishi juda ham ko'p kitoblar yozishgan, juda ulug' ijod qilganlar. Biz Zavqiy xayriya jamoat fondi Qo'qonda joylashgan Adabiyot muzeyi rahbari Abdulatif Turdaliyev tomonidan tayyorlangan shu Mahmud Hakim Yayfoniy hazratlariga bag'ishlangan monografiyani nashr ettirilishida fondga tushgan mablag'lardan sarflayapmiz. Xudo xolasa shu kitob tez kunlarda tayyor bo'lib siz azizlarga yetkazamiz. Mahmud Hakim Yayfoniy hazratlari tabib bo'lganlar. Mana shu juda ko'pchilikda zamonaviy tibbiyot yo'nalishida ham ko'p bemorlarni davolashgan, ko'p xizmat qilganlar. Hazrat ijod ham qilganlar. Ibn Sino hazratlariga shu ruhoniy holatda bog'lanib xalqimizga xizmat qilganlar. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Yotgan joylarini bundan ham obod qilsin iloyim. Zavqiy xayriya fondi xayrli ishlarni amalga oshirishda davom etadi.